Hello guys, today we will gonna learn about how to describe ourselves. Salom o'quvchilar, bugungi darsimizda qanday qilib o'zimizni tanishtirishni o'rganamiz. Birinchi navbatda o'zimizni tanishtirayotganimizda ismimizdan boshlaymiz. For example, misol uchun, I am Diyora. Men Diyoraman. Bu rasmda ko'rishingiz mumkin, ikkita inson tanishyapti. Hello, I am Botirjon. Hello, I am Zarina. Salom, men Botirjon. Salom, men Zarina. Bu rasmda ham ikki inson tanishayotganini ko'rishimiz mumkin. Hello, I am Javohir. What's your name? Salom, men Javohirman. Sening isming nima? Hello, Javohir. My name is Lola. Salom, Javohir. Mening ismim Lola. Grammar spot. Grammatik ko'nikma. I am. Men. I am'ning qisqartirilgan shakli. Name is. Ism. Name is'ning qisqartirilgan shakli. What is nima? What is'ning qisqartirilgan shakli. Now, let's practice the sentence together. Keling bu mashqni birgalikda qilamiz. Hello, I am Diyora. Salom, men Diyoraman. What's your name? Isming nima? My name is Rayona. Mening ismim Rayona. Read and repeat. O'qing va qaytaring. Zarina. Javohir. This is Lola. Lola. This is Javohir. Javohir bu Lola. Lola bu Javohir. Lola. Hello Javohir. Salom Javohir. Javohir. Salom Lola. Bu yerda mustaqil ishlashingiz uchun mashqlar berilgan. Videoni to'xtating va o'zingiz do'stingiz bilan mashq qiling. Keling endi tanishuvda qanday qilib hol ahvollarni so'rashdi va ularga qanday qilib javob berishni o'rganamiz. How are you? Ahvollaringiz qanday? Fine, very well, okay, thanks. Yaxshi, rahmat. Bu misollarda ishlanishini pastdagi ikkita dialogda ko'rib chiqamiz. Hi Javohir, how are you? Salom Javohir, ahvollaringiz qanday? Fine, thanks Lola, and you? Yaxshi, rahmat Lola, o'zingchi? I am okay, thanks. Men yaxshiman, rahmat. Hello Javohir, how are you? Salom Javohir, ahvollaring qanday? Very well, thanks, and you? Judayam yaxshi, rahmat, o'zingchi? I'm fine, thanks. Men yaxshiman, rahmat. Now pause the video and practice with your partner. Videoni to'xtating va do'stingiz bilan mashq qiling. Grammar spot. Grammatik ko'nikma. Bu yerda 3 ta to'ldirilmagan gaplar berilgan. Keling ularni birgalikda to'ldirib chiqamiz. I am Zarina. Javohir. Men Zarinaman, Javohir. How are you? Ahvollaringiz qanday? This is. Bu. Keling bu suhbatlarni birgalikda to'ldiramiz. Hello, my name is Lola. Salom, mening ismim Lola. What's your name? Sizning ismingiz nima? My name is Komil. Mening ismim Komil. Hi Lola, how are you? Salom Lola, ahvollaringiz qanday? Fine, thanks, and you? Yaxshi, rahmat, o'zingchi? Okay, thanks. Yaxshi, rahmat. Pause, read and number the lines in the conversation. Videoni to'xtating va matnni raqamlar bilan tartiblang. And here we can check your answers. Bu yerda javoblaringizni tekshirib olishingiz mumkin. Yuqoridagi so'zlarni rasmlarga qarab joylashtiring. And now let's check your answers together. A tablet, planshet, a car, mashina, a camera, a house, uy, a cake, tort, a television, televizor, a phone, telephone, a computer, a bag, sumka, a sandwich, a photograph, rasm, a book, kitob. And now let's practice the numbers from 1 to 10. Ingliz tilida 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni sanashni o'rganamiz. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ingliz tilida otlarning ikkita turi mavjud: birlik va ko'plik, singular and plural. Birlik uchun misol a book, ko'plik uchun misol two books, ya'ni s qo'shimchasini
olganda bu ko'plikka aylanadi. One sandwich, bitta sandwich. Three sandwiches, 3ta sandvichlar. Ingliz tilida otlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda fonetik o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun, s, z va is fonetik o'zgarishlari kelishi mumkin. Books, photographs, students and tablets. Cars, computers, cameras, televisions, bags, phones. Sandwiches, houses. Keling bu so'zlarni ingliz tiliga tarjima qilamiz. 2ta kitob, 2 books, 3ta uy, 3 houses, 4ta rasm, 4 photographs, 5ta telefon, 5 phones, 6ta sumka, 6 bags, 8ta mashina, 8 cars. This is all for today. Thanks for your attention. Goodbye.